Vasila qilish haqida. Savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, vasila qandoq bo'ladi? Burunda o'tgan ulug' kishilarni yoki ularning islom uchun ko'rsatgan xizmatlarini vasila qilib duo qilishga bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Vasila arab tilida maqsadni hosil qilishga yordamchi bo'ladigan vosita ma'nosida bo'lib, tavassul, yaqinlik izlamak, vasila qilmoq deganlik bo'ladi. Shariatdagi ma'nosi shunga yaqin bo'lib, Imom Nasafiy mundaq deydi. Vasila degan urug' tuqqanchilik, yaqinlik, yaxshilik qilib qo'yish va yoki uningdan boshqa yaqinlashishga ishlatadigan har qanday narsa bo'lib, bu toat ibodatlarni qilish va gunoh ma'siyatlarni qilmasdan iborat bo'lib, Alloh taologa yaqinlashtiradigan ishlarga ishlatiladi. Musulmon kishi Parvardigori belgilab bergan turli solih amallarni qilish orqali yaqinlashadi. Alloh taolo vasila degan so'zni Qur'on Karimda 2 o'rinda bayon qilgan. Alloh taolo buni oyatda vasilaga buyurgan. Ey iymon etganlar, Allohdan qo'rqinglar. Uningga yaqinlashtiradigan vasila izlanglar. Maid surasi 35-oyat. Buni oyatda Alloh taolo o'ziga vasila qildiganlarni madhiyalagan. Ular iloh deb chaqirayotgan ashu butlar qaysimiz Parvardigorimizga taxam yaqin bo'lamiz deb yaqin bo'lishni arzu qiladi. Uning rahmatini arzu qilib, azobidan qo'rqadi. Parvardigorining azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Isra surasi 57-oyat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ular iloh deb chaqirayotgan ashu butlar qaysimiz Parvardigorimizga taxam yaqin bo'lamiz deb yaqin bo'lishni arzu qiladi degan oyat to'g'risida insonlardan bir qism kishilar jinlarga ibodat qiladi. Ular ibodat qilgan jinlar musulmon bo'lgan bo'lsa-mu, u insonlar yanada o'zlarining diniga ching eslab olib musulmon bo'lmadi degan. Yana hadislarda vasila so'zi jannatdagi oliy o'rin ma'nosida kelgan. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Kimiki azanni anglab bo'lgandan keyin shu mukammal chaqiriqning va o'qilayotgan mushu namozning Parvardigori ey Alloh, Muhammadga jannatdagi oliy o'rin bilan ortiq martabani ato qilgan. Uni sen va'da qilgan madhiyalanadigan maqomga yetkazgin desa, u qiyomat kuni mening shafoatimga erishadi degan. Yana bir hadisda u jannatdagi bir martaba bo'lib, Allohning bandalaridan faqat bir bandaga loyiq bo'ladi. Ashu banda men bo'lishni umid qilaman. Shunga kimki menga vasilani tilasa, uningga shafaat tushadi degan. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tilaydigan bu martaba vasila deb atalgan. Chunki ashu martabaga erishgan zot Alloh taologa yaqin bo'ladi. Boshqa martabaliklarga nisbatan alohida izzat ikromga noil bo'ladi. Shafaat qilish huquqi bo'ladi. Barliq olimlarning birdek ittifoqi bilan ixlos bilan qilgan salih amallarni vasila qilishga bo'ladi. Ibn Umar radhiyallohu anhumaning o'g'li Salim otasi Ibn Umar radhiyallohu anhumadan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Sizlardan ilgirgilardan 3 kishi birlikda safarga chiqadi. Ular yomg'irda qolib, daldilg'ili bir g'arning ichiga kirib oladi. Bu chaqda bir qo'ram tosh yuqoridan dumlab tushib, g'arning og'zini to'sib oladi. Shuning bilan ular o'zaro hayotimizda ishlagan afzal amalimizni tilga olib, Allohga duo qilishdan boshqa ish bizni qutuldira olmaydi deyshidi. Ularning biri: "Ey Alloh, mening yashinib qolgan qari ota-onam bor edi. Men pada baqatdim. Mallarni sag'ib kelib oldi bilan sutini ota-onamga ichkizmay turib, bolalarimga va ayolimga ichkizmaydim. Bir oqshimi bir narsa izlab yiroqlab ketib, kechikib qoldim. Sutni olib kelsam, ota-onam uxlab qopti. Ulardan burun xotin bolalarimga qo'llarimga ichkizishni xo'p ko'rmadim. Sutni oldi bilan ota-onamga ichkizish uchun tong yurib, ular uyg'ongacha qochadagi sutni tutib kutib turdim. Ular uyg'onib sutni ichishdi. Ey Alloh, agar mushu ishni seni roziliqing uchun qilgan bo'lsam, mushu toshni ko'tarib olsang, devidi qo'ram tosh ular chiqolmaydigan miqdorda azroq ko'tarildi. Yana bir odam: "Ey Alloh, sana ma'lumki, men tag'amning qizini bek yaxshi ko'ratdim. Uning bilan bir yerda bo'lishni talab qildim. U rad qildi.
Bir kunlari qahatchilikdan uning beshiga kun kelib qishimga kelgan edi. Men uningga o'zini men topshirish sharti bilan 120 tilla berdim. U mening ixtiyorligimda bo'lganda menga "O'zingning haqqini ado qilmasang, men senga o'zimni halol qilmayman" dedi. Shuning bilan men uningga yaqinlashishdan o'yilib yenib ketdim. Amaliyotda u mening eng suyumli mahbubam edi. Uningga bergan oltinlarni mo olmadim. Ey Alloh, men ashu ishni seni roziligingni deb qilgan bo'lsam, biz qamalib qolgan mushu toshni ko'tarib o'tgin dedi. Tosh sal ko'tarildi. Biroq ular u yerdan yana chiqa olmaydi. Uchinchisi, ey Alloh, men bir qancha ishlamchini yallab ishlatgan edim. Ularning biridan boshqa hammasining ish haqqini berdim. U haqqini olmay ketib qoldi. Men uning ish haqqini uning uchun dehqonchilik qilib, avutib ko'paytdim. Bir muddat o'tgandan keyin u kelib, ey Allohning bandasi, ish haqqimni bergin dedi. Men uningga, "Ashu tugi qo'y, kala va qullar hammasi seninki" dedim. U, "Meni zanglik qilma" dedi. Men uningga, "Zanglik qilayotganim yo'q" dedim. U mallarning hammani elib haydab ketdi. Biror narsani qo'yib qo'ymadi. "Ey Alloh, yuqorqi ishni seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bu toshni ko'tarib o'tgin" dedi. Shuning bilan g'arning og'zidagi qo'ram tosh butunlay ko'tarilib ketdi. Ular g'ardan salomat qutulib chiqdi. Bu hadisda 3 kishi odatdagi hamma kishilar ko'radigan namoz va shunga o'xshagan ibodatlar bilan emas, ba'zi kishilar ixlos bilan qilingan solih amal deb o'ylamaydigan xolis ishlari bilan tavassul qilgan. Imom Navaviy aytadi: Bu hadisdan beshiga qiyin kunlar kelgan insonning duosida, yomg'ir tilaganda va yana shunga o'xshash ahvollarda solih amallari bilan duo qilishning, Alloh taologa ashu amallari bilan tavassul qilishning mustahabligi chiqadi. Chunki ular shunday qilganda ularga ijobat qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni u 3 kishini madhiyalab bayon qilgan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayot vaqtida Rasululloh bilan yoki boshqa bir solih hayot kishi bilan tavassul qilishmi joizdir. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu kishilarga qahatchilik bo'lgan vaqtida Abbas ibn Abdul Muttalibni shifo qilib yomg'ir tilab, "Ey Alloh, biz ilgari Rasululloh hayot vaqtida payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shifo qilib yomg'ir tilasak, bizga yomg'ir yog'dirib beratding. Endi biz payg'ambarimizning tag'isini shifo qilib sendan yomg'ir tilaymiz. Bizga yomg'ir yog'dirib bergin" deydi. Shuning bilan ularga yomg'ir yog'dirib beriladi. Yana sahih sanad bilan kelishicha, Muaviya radhiyallohu anhu bilan Zahak ibn Qayslar Yazid ibn Aswadni vasila qilib yomg'ir tilagan. Bu hadis payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hayot vaqtida, shundaqla boshqa solih kishilar hayot vaqtida ularni shifo keltirib tavassul qilsa bo'ladiganligini ko'rsatadi. Chunki Umar radhiyallohu anhu Abbas radhiyallohu anhu bilan tavassul qilgan chaqda, Muaviya radhiyallohu anhu Yazid ibn Aswadni vasila qilib yomg'ir tilagan chaqda sahobiy karamlar bunga e'tiroz bildirmagan. Bu masaladami, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yoki solih bir kishi hayot vaqtida tavassul qilish masalasida olimlarimiz o'rtasida asosan boshqacha qarash yo'q. Endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni vasila qilish, shundaqla boshqa payg'ambarlar va solihlarni ular vafot bo'lib ketgandan keyin vasila qilish masalasiga kelsak, buningda olimlarning qarashi birdek emas. Buni Imom Ibn Taymiya, keyin Saudiy olimlari cheklagan. Boshqa ko'pchilik olimlar joiz deb qaragan. Bu vaqtda dalillarni bayon qilib o'ltiradigan bo'lsak, biror kitob yozishga to'g'ri keldi. Qandaqla bo'lmasin, tavassul aslida islomda yo'lga qo'yilgan bir ish bo'lg'achqa, talash-tartish bo'lib qolgan bu oxirgi masala tavhidga taqaladigan aqida masalasi emas. Balki halol harom, joiz yoki joiz emasga munosabatlik shaxsiy masaladir. Hozirgi bir qism salafiy olimlar buni shirk deb turib olgan bo'lsa-mu, amaliyotda buni cheklagan Imom Ibn Taymiya bilan Imom Muhammad ibn Abdul Vahhab qatorliq peshqadam salafiy olimlar talash tartish bo'lgan bu oxirgi masalada joiz deb qaraganlarni kafir yoki mushrik da'vatishga bo'lmaydi deb qaragan. Imom Ibn Taymiya aytadi: Hech bir kim bo'ludi degan birinchi qarashni, ya'ni zoti bilan tavassul qilishni tutsa, kafir bo'lib ketadi deb baqmagan. Uni kafir da'vatishmi o'rinsiz, chunki bu masala intayin inchika, dalillari aniq emas, balki go'ngidir.
Kufr degan dindan aniq ma'lum bo'lgan masalalarni inkor qilish bilan yoki mutavatir ham ijmo qilingan ahkamlarni va shunga o'xshagandek ishlarni inkor qilish bilan bo'ladi. Balki Təxi bununğa o'xshagan masalalarda boshqalarni kafir da'vat etadiganlar, ularga o'xshagan dinga bo'hton qiladigan kishilar loyiq bo'lgan og'ir jazoga loyiqdir. Bu xuddi olimlarning qandoq duo qilsa bo'ladi, qandoq qilsa bo'lmaydi, qurbonlik qilganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud o'qishga bo'lamdi yoki bo'lmamdi degandek masalalardagi qarash o'xshashmasligiga o'xshash bo'lib, bu musulmonlarning hech birining nazarida boshqalarni tillash sababi emasdir. Bo'libmi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qandoqligi bir kishi qarindishiga "Ey kafir" desa, ikkalarining biri uni elib qaytadi degan so'zi tursa, undaq boshqalarni kafir deydiganlar qattiq adablanishi kerak. Imom Qardaviymi aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farishtalar, payg'ambarlar va solihlar bilan tavassul qilish imomlar o'rtasida o'xshamagan yakunlar chiqarilgan masaladir. Bu faqat qandoq duo qilish masalasidagi qarash o'xshashmasligi bo'lib, aqida masalalaridan emas. Undan ilgari Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhabmi Kitabut Tavhid degan kitobida Imom Hasan Bannami Al-Usulul 20 degan risolasida Alloh taoladan biror maxluqni vasila qilib turib tilash qarash o'xshash bo'lmagan masaladir deb muayyanlashtirgan. Shunga biz o'zimiz joiz emas degan qarashni tutsaqmi, joiz deb qaragan qarashdagilarni ya kafir, ya mushrik yoki boshqa til haqorat bilan ayblab kelsak bo'lmaydi. Bu talash tartish bo'lgan masalaga ba'zi joylardagi ma'lum bir qism kishilar duch kelgani bilan yana bir qism musulmonlar kundalik turmushida faqat duch kelmasligi mumkin. Men nurg'un kishilarni taniyman. Bularning kundalik turmushida biror qatim birsini tavassul qilib duo qilganligini bilmayman. Shunga bir tarafdan aytganda bu masala ortiqcha talash tartish doirasi hisoblansa, yana bir tarafdan kishilarning qaysi iqimni yaqalaydiganligiga belgi qilinadigan masala bo'lib qolgan. Shunga bundaq masalalarda ortiqcha talash tartishni ahli ilmlarga tashlab qo'yib, duolarimizda barliq olimlar ittifoqqa kelgan bo'yicha salih amallar bilan tavassul qilib, bevosita maxluqdan tilash va shuningga o'xshagan shirik ishlardan saqlansak, dinimiz uchun puxta yo'l tutgan bo'lamiz. Vallahu a'lam bis-savab. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 2-tom. 113 numurliq fatvo.